Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, qadrdonlar, do'stlar, akalar, ukalar, hammalaring yaxshimisizlar? Ustozim Oybek akam qo'shiqdan ozgina xirgoyi aytgim kelib qoldi. Ona to'g'risida aytgan qo'shiq bor, o'zim yaxshi ko'raman. Xirgoyi qilib aytib beraman sizlarga. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimdan tikonlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Bo'linib har kim o'z yo'liga, tashladik kelinlar qo'liga. Bo'linib har kim o'z yo'liga, tashladik kelinlar qo'liga. Yalinib yashar o'z o'g'liga, onamni ko'rgani boraman. Yalinib yashar o'z o'g'liga, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan. Aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Kam bo'lmanglar. Mat avjilar nima aytib berilsam endi. Begona yurtdamiz. Yon qo'shnilarni deb jalbaq chiqib qolmasin deb eplaganimcha aytdim. Baxtimizga onalarimiz sog' yursin, salomat bo'lsin. Ustozga ham rahmat. Shunday zo'r qo'shiq kuylagani uchun. Hammanglar tinch bo'linglar.